5 yıl davomida bormagan yeri qolmay qiynalib yurgan akamizni 5 kundagi holatini o'zingiz ko'rib turibsiz obunachilar. O'tgan safar bize Ko'rji Zdaroviy klinikasini chiqargan vaqtimizda yuzlagan yurtdoshlarimiz kelib davo topib mana rahmat aytganliklari uchun bu safar yana keldik. Bemorlarimizdan so'ragan paytida qanday davolar olib ko'rdingiz degan paytida oshqozon ichakni davolatdim, jigar o't yo'llarini davolatdim. Şu yüzlerimga har xil maskalar surtdim, chuvsvительность topshirib ko'rdim, antibiotiklar oldim, qon almashtirib ko'rdim deb aytishadi. Bularning hech qaysisini foydasi bo'lmadi deb aytishadi. Haqiqatdan ham yuqorida aytilgan muolaja mana shu ugrik kasalligida hech qanday foydasi yo'q. Ugrik kasalligini davolashda jahon standartlaridan o'tgan maxsus sxemalar orqali davolaniladi. Qayerga borib davolanishdan oldin şu shifoxona natijalarini ko'rsin. Kelayotgan bemorlar bormagan joyim qolmagan, olmagan davom qolmagan deb vaqt o'tkazib yurishaveradi. Oxirida baribir bizlarga mana ko'p murojaatlar bo'lyapti. Juda ko'p davolangan haqiqatdan, lekin natija yo'q. Mana shu davolanayotgan bemorlarimiz oldingi va keyingi natijalarga e'tibor bering. Haqiqatdan ham natijalar ajoyib. Bu har bitta bemorimizning o'ziga yarasha kasallik tarixi bor. Masalan, Buxoro viloyatidan kelgan bir Go'zal ismli qizimiz bor. Ugrik kasalligi juda og'ir kechgan, juda ko'p davo olgan, umuman foydasi bo'lmagan. Urganch shahrida joylashgan Ko'rji Zdaroviy klinikasini so'rab surishtirib kelgan. Bizlar davolab berganmiz. Bemorimizni oldingi va keyingi holatlariga e'tibor berishingiz mumkin. Undan keyingi yana bir bemorimiz Pitnak tumanidan kelgan Jaloliddin ismli yigit. Bemorimiz juda ko'p davo olgan, haqiqatdan juda ko'p. Bormagan joyi qolmagan. Bularning ichida chuvsvительностьdan topshirgan, antibiotiklar olgan, yuzlariga har xil malhamlar surtilgan, ukollar. Qisqasi bemorim juda charchagan. Keyin onasi so'rab surishtirib, qarindoshlaridan so'rab surishtirib, Ko'rji Zdaroviy klinikasini so'rab surishtirib topib keldilar. Bizlar davolab berdik. Oldingi va keyingi holatlariga e'tibor berishingiz mumkin. 24 yillik ish faoliyatimda faqat ugrilardan 25 mingdan ortiq bemorlarga yordam ko'rsatganmiz. Har bir bemorning o'zining kasallik tarixi bor. Bemorlarimizni agar qiziqadiganlar bo'lsa, oldingi va keyingi holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Manzilimiz obunachilar, Urganch shahrimizda Shovot ko'pirini yetmay, yana eski Jaloliddin haykali turgan bog'ni to'g'risida joylashgan Ko'rji Zdaroviy klinikasi bo'ladi. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Xuddi shunday muammosi bo'lgan yaqinlarimizdan ko'p. Darrov videoni yaqinlarimizdan yuborib qo'yamiz. 5 yil davomida bormagan yeri qolmay qiynalib yurgan akamizni 5 kundagi holatini o'zingiz ko'rib turibsiz obunachilar. O'tgan safar bize Ko'rji Zdaroviy klinikasini chiqargan vaqtimizda yuzlagan yurtdoshlarimiz kelib davo topib mana rahmat aytganliklari uchun bu safar yana keldik. Bemorlarimizdan so'ragan paytida qanday davolar olib ko'rdingiz degan paytida oshqozon ichakni davolatdim, jigar o't yo'llarini davolatdim. Şu yüzlerimga har xil maskalar surtdim, chuvsvительность topshirib ko'rdim, antibiotiklar oldim, qon almashtirib ko'rdim deb aytishadi. Bularning hech qaysisini foydasi bo'lmadi deb aytishadi. Haqiqatdan ham yuqorida aytilgan muolaja mana shu ugrik kasalligida hech qanday foydasi yo'q. Ugrik kasalligini davolashda jahon standartlaridan o'tgan maxsus sxemalar orqali davolaniladi. Qayerga borib davolanishdan oldin şu shifoxona natijalarini ko'rsin. Kelayotgan bemorlar bormagan joyim qolmagan, olmagan davom qolmagan deb vaqt o'tkazib yurishaveradi. Oxirida baribir bizlarga mana ko'p murojaatlar bo'lyapti. Juda ko'p davolangan haqiqatdan, lekin natija yo'q. Mana shu davolanayotgan bemorlarimiz oldingi va keyingi natijalarga e'tibor bering. Haqiqatdan ham natijalar ajoyib. Bu har bitta bemorimizning o'ziga yarasha kasallik tarixi bor. Masalan, Buxoro viloyatidan kelgan bir Go'zal ismli qizimiz bor. Ugrik kasalligi juda og'ir kechgan, juda ko'p davo olgan, umuman foydasi bo'lmagan. Urganch shahrida joylashgan Ko'rji Zdaroviy klinikasini so'rab surishtirib kelgan. Bizlar davolab berganmiz. Bemorimizni oldingi va keyingi holatlariga e'tibor berishingiz mumkin. Undan keyingi yana bir bemorimiz Pitnak tumanidan kelgan Jaloliddin ismli yigit. Bemorimiz juda ko'p davo olgan, haqiqatdan juda ko'p. Bormagan joyi qolmagan. Bularning ichida chuvsvительностьdan topshirgan, antibiotiklar olgan, yuzlariga har xil malhamlar surtilgan, ukollar. Qisqasi bemorim juda charchagan. Keyin onasi so'rab surishtirib,
qarindoshlardan so'rab surishtirib, Koja и здоровье klinikasini so'rab surishtirib topib keldilar. Bizda davolab berdik. Oldingi va keyingi holatlariga e'tibor berishingiz mumkin. 24 yillik ish faoliyatimda faqat ugrilardan 25 mingdan ortiq bemorlarga yordam ko'rsatganmiz. Har bir bemorning o'zini kasallik tarixi bor. Bemorlarimizni agar qiziqadiganlar bo'lsa, oldingi va keyingi holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Manzilimiz obunachilar, Urganch shahrimizda Shovot ko'pirini yetmay, yana eski Jaloliddin haykali turgan bog'ni to'g'risida joylashgan Koja и здоровье klinikasi bo'ladi. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Xuddi shunday muammosi bo'lgan yaqinlarimiz dim ko'p. Darrov videoni yaqinlarimizdan yuborib qo'yamiz.